Bu ham katta voqea televideniya olamida. Buning uchun albatta terma jamoamizga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Jamoalar stadion tomon, maydon tomon yo'l olishda Eldor Shomurodov hamda Virgil van Dijk o'ziga ishonch, bosimni his qilmagan holda raqib yulduzli bo'lishiga qaramay, demak, jamoalar saf tortishyapti. Bu bevosita turnir oldidan ikkita murabbiy kelishgan holda 13-raqamda Sherzod Nasrullayev, 14-chi Eldor Shomurodov. Hozir Niderlandiyaning hujumi Gakpo markazga to'pni yetkazib, hoppa, mana bu yerda markaz. Voy, Jonmon o'tkazib yubordik va darvozabon chiqadimi? Hoppa, yaxshi vaqtida keldi. Yuzvil tomonidan tashkil etilgan hujum zo'r pas bergan edi. Husanov misolida endi ustida ishlash kerakligini ko'ryapmiz. Majbur qilyapti Abduqodir. O'zishlar bilan hozir Husanov bermadi Husanov. Esladi Husanovni. Ha, bora bu yerda o'rtalardan kirishyapti. Zarba yo'llanadimi? Yana penaltimi? Yo'q. Hakam. To'g'ri qildi hakam. Hushtakchalik yubormadi. shu vaziyatda qarang. Lekin Husanov qo'pol o'ynagan ekan, ilib olgan ekan. Mana bu birinchi tegishi. Keyin o'zidan sal qo'shgan ekan. To'rt burchak ichidagi yapti. Brian Brobby tayyorgarlik ko'ryapti. Hech narsa o'zi chiqadigan futbolchilardan shekilli bor ekan. Qo'l pas bo'ladi va shu joyda sal ehtiyot bo'lish kerak. O'yinlar chiziqdan olib chiqyapti Husanov. Biz Husanov xotirjam olib chiqqan ekan. Qancha vaqt nima qilasizlar degan ma'noda. Oxirigacha bizni tepib beradi. Uzatma, darvozabon o'z joyini tark etdi va yomon yiqildi. Abduqodir Husanov o'sha yerda edi. Katta ehtimol u bilan to'qnashgan. Devor urilgandek bo'ldi menimcha. O'rndan turyapti. Yo'q. Ehtimol joy. Shunday holatlarga olib keladi. Bu yerda o'zi gollandiyalik futbolchi xatoga yo'l qo'ygan ekanda. Van Hekening o'zi itarib yuborgan Abduqodirni, natijada Husanov to'qnashib ketgan. Husanov ataylab qilmagan. Mana. Orada qolib ketdi Abduqodir. Yakuniga yetgan uchrashuv. Material taqdim etdi murabbiylik qo'yishdi va mana Abduqodir Husanov